Okalar, mana dizaynga bitta baho berib qo'yasizlar. Bu salonda shunaqa boshqacha turadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, videoda qanday bo'lsa o'shanda yangi koja tikilgan, mana g'ijimjolarga e'tibor bermaysizlar. Yangi bular tarqab ketadi. Chetlarini ko'rasizlar, iplarni qizil chok bilan qilib, o'rtasiga qizil strochka qilingan. Shunaqa chiroyli turibdi. Bitta dona plyus ishida, knopkalar o'zida, ikki tomon elektronniy. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Epica'ni toza amerikankasi akalar. Narxi $380. Ikkita oldida ham podograf bor, orqada ham podograflari bor. Qaranglar, qismlarigacha turibdi. Orqada, oldida podograf, orqada barlari patsakatik joylari, xullas xolodilnikka do'stib. O'zi dinamiz Gentraga zo'r tushadi, Cobaltga zo'r tushadi. 12 zo'r, 12 ga sal kattalar qilib, Monzaga zo'r tushadi, Jigulilarga, Volgalarga juda ham o'lib qoladi. Gentralarga 1mi, 2mi, 3-pozitsiyami hammasiga o'zimiz o'rnatib, ishlatib, cho'tka qilib podograflarga ulab beramiz. Kim kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, o'rnatish xizmati oddiy bo'ladi. Narxi $380, all-off komplekt. Yangisi dinaga o'tirasizlar akalar. Chunki, ko'rasizlar, hamma narsa ishlab turibdi. Buni noldan tikilgan akalar. Bilasizlar, tikish ham uncha pulga turmaydi. Mana bu koja ham yomon koja emas, yaxshi kojadan qilingan. Qizil choklari bilan o'rtasiga mana qizil strochka. Salonda vashcha boshqacha turadi akalar. Liboy salonni ochadigan rang. Narxi $380 ulgurib qolaylik. Bunimizdan bir dona komplekt.